Shoshilinch xabar. O'zgidromet agentligi o'zbekistonlik fuqarolarga Yangi yil bayrami kunlarida kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. O'zbekiston hududlarida Yangi yil kunlarida 5-10 daraja sovuq bo'lishi aytildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 28 dekabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Ayrim hududlarda kuchli bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qashqadaryo viloyatining ba'zi joylariga yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-3 daraja, kunduzi esa 12-17 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan qor yog'adi. Tuman tushadi. Yo'llarda yaxmalaklar yuzaga keladi. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi, deyilgan xabarda.